Mango asoschisining o'g'li otasining o'limi bo'yicha qotillikda gumon qilinib qo'lga olindi. Oila uning aksiz ekanini ta'kidlamoqda. Mango moda brendi asoschisining o'g'li Jonatan Andik otasining o'limi bilan bog'liq ish doirasida Barselonada qo'lga olindi. Isak Andik 2024-yil 14-fevral kuni Barselonaning taxminan 40 km shimoli-g'arbda joylashgan Montserrat tog' massivida sayr vaqtida halok bo'lgan. U 71 yoshda edi. Dastlabki taxminlarga ko'ra, tadbirkor Kolbata hududidagi Salnitro g'orlarida sirpanib ketib, 150 metr balandlikdan qulab tushgan. Biroq tergov davomida ayrim shubhalar paydo bo'lib, tergovchilar e'tiborini uning o'g'liga qaratgan. Jumladan, Jonatan Andikning mobil telefonidagi ma'lumotlar ham o'rganilgan. Oila tergov bilan yaqindan hamkorlik qilayotganini ma'lum qildi. Shu bilan birga ish yopiq tartibda olib borilayotgani sababli qo'shimcha izoh berishdan tiyildi. Aytish joizki, Isak Andikning vafoti vaqtida uning boyligi qariyb 4,5 milliard dollarga baholangan. Bugun Jonatan Andik va uning ikki singlisi Mango kompaniyasining 95% ulushini birgalikda nazorat qiladi. Shu bois milliardlab dollarlik meros masalasi ham ushbu voqea atrofidagi eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Yangi ma'lumotlar paydo bo'lishi bilan sizlarni voqealar rivojidan xabardor qilib boramiz.